Assalomu alaykum. Bugungi videosimizda shaxsiy Gmail adresimizga har qanday bir email adresini, masalan, sarxilla@com deydigan email adresini qana qilib bog'laymiz, birlikda ishlatamiz. Shu vaqtda qisqacha tushuncha beramiz. Oldi bilan Gmail adresimizni ochamiz. Hammalarning Gmail adresi bor balkim. Gmail adresini açqandan keyin mana o'ng tarafga qarasak, o'ng tarafda bir tishliqchaqning rasmi bor. Bu tangshish aykoni. Bu tangshish aykonini chekkandan keyin barliq tangshiklarni ko'rish uchun mana nimani bassak, barliq tangshiklar ko'rindi va bu yerdan soldan sanagan vaqtida 4-inchisi Accounts and Import degan menüni tizimlikni tanlasak, bu yerdan bir qancha tangshiklar chiqadi. Bizning qildiganimiz tegida check mail from other accounts deydigan yerni ko'ramiz. Andan keyin check mail from other accounts. Va bundan keyin add a mail account. Buni chekkandan keyin bundaq bir seriq bir ko'znak chiqadi. Bu ko'znakka biz o'zimizningki email adresini yozamiz. Masalan, email adresimizning ismi info@sarxilla.com info@sarxilla.com deb yozgandan keyin buni next qilsak, bu yerda bu avtomatik tanlangan bo'ladi. Tanlangandan keyin import emails from my other accounts pop3 deydigan yer ko'ringanda tanlasak bo'ladi. Buni tanlagandan keyin kelarki qitimni tanlasak va bu yerga şu email adresimizning hammasini to'liq yozishimiz lozim. Ya'ni buni email adresimizning ismi bu yerdan kopyalab yozsak bo'ladi. info@sarxilla.com. Bu yerga şu info@sarxilla.com'da qandaq bir password bekitgan bo'lsak, qandaq bir maxfiy nomer bekitgan bo'lsak, aynan shuni yozamiz. Masalan, men buningga nimani qilsam bo'ldi? O'zimning maxfiy nomerini yozdim. Ve bu yerga nimani yozamiz degan vaqtida bu yerga del şu nimani yozsanglar bo'ldi. Pop hostinger.com deganni yozsanglar bo'ldi. pophostinger.com. Albatta bu o'xshamagan nimalarga qarab farqli bo'ladi. Qaysi sunucu, qaysi bir server tarafidan ta'minlangan bo'lsa. Va buningki portninki tanlashini 993 ni tanlasak bo'ldi. Va bu yerdan SSL deganni tanlab qo'ygandan keyin mayaga new label. Masalan, bunu labelni bekitsek, bu o'zimizning email adresiga qaysi ism bilan kirishini belgilab olgan bo'lamiz. Masalan, info deb belgilaymiz. Masalan, tamam dedik. Add accounts dedik. Bu yerga 995 ni tanlaylik. Maxfiy nomer xato bo'ldi. Maxfiy nomerni qo'ygandan keyin tanladik. Bu tanlangandan keyin yes deymiz artıq. Yes deymiz. Next ni tanlasak, bu yerdagi ismini o'zimiz yozsak bo'ldi. Bu yerga siz masalan şu email adresidan qarshi tarafga qandaq bir email avatsangiz, shu sizning ko'rinadigan ismingiz bo'ldi bu yerda. Bu yerda men sarxilla deyman. sarxillar.com dey. sarxillar.com bo'ldi. Unda olsa keyingi bosqichimizda bu yerga
Nimani yazımız degan vaqtda bu yerga yozadigan narsamiz STM Hostinger. SMTP hostinger.com. Yani bizni ta'minlayotgan mulozimatlarning ismining oldiga SMTP nuqtani qo'ysanglar bo'ldi va bu yerga username qo'llanuvchi ismiga email adresini ve passwordni o'xshash shaklda yozsak bo'ldi. info@sarxullar.com ticket.com ve bu yerga o'xshashla maxfiy numaramizni yozgandan keyin tanlashimiz 465 ni tanlasak bo'ladi. 465 ni tanlaymiz ve add account degandan keyin mayaga bir nima jazmlashtirish emaili keldi. Qarab baqsaq jazmlashtirish emaili kelibdi. Kelgan jazmlashtirish emailining eng ustiga qarasak bu yerda jazmlashtirish kodini bizga bergan bo'ldi. Buni kopyalagandan keyin bu seriq ko'znakning ichidagi shu jazmlashtirish deydiganga jazmlashtirib etsak artıq bizniki emailimiz nimada ko'ringan bo'ldi degan gap. Mesela bu qarab baqayli ne keldiki buniki bizniki. Info deydigan birisi kelish kerak. Kepto info ve bu yerga biz yandan qo'ygan bir label ko'rinish kerak. Mana ko'rindi info deydigan. Artıq info deydigan nimamiz kelgan bo'ldi. Biz bu yerga qandaq bir ism yozgan bo'lsak shu ko'rinadi. Ve bize bir yangi email yazmoqchi bo'lgan bo'lsak bu yerda asosiy email adresimiz ko'rinib turdi. Biz tanlamoqchi bo'lgan mesela sarxullar.com'dan tanlamoqchi bo'lgan bo'lsak shu shaklda yozsak bo'ldi, tanlab qo'ysak ham bo'ldi degan gap. Bo'ldi. Undag'an bo'lsa bugungi videosimizning oxiriga keldik. Hammalarga rahmat.